Yıldı kalmasın armanlar Sizge bulduk biz sırdaşlar Jür bulundu nakşimizda Dostluk çegra yok bu cayda Yürügümde şunda arman Sizge versem deymen derman Sırdışı dostluk ilkide Hayat yolumuzda medet olsa Yılın sırdaşlar Uzun armanlar Dostluk ilkide Söyündü yıllar Yılın sırdaşlar Uzun armanlar Dostluk ilkide Söyündü yıllar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Teknimizge yığınma Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Teknimizge yığınma Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Teknimizge yığınma Hürmet ehtiramlarımızı, hoş tebessümümüzle sığıngan, ekran aldıdaki pasiballarımız, çoğunlarımız, naq meydandaki kurdaşlarımız, devirdaşlarımız, heminlağa ali ehtiramlar olsun, Kemini Nicat Veli Yaqub'dan, heminlağa suyunuşluk salam. Salam el yurt, salam halkın, sana dildin, kılay tazım. Hemmeylenge Dilraba abınızdan yalpılık salam. Okyan Televiziyasının Sırdaşlar Klubu programımız arkalık sizlerle yüz görüşkeligimden intayin hoşalman. Ben Sırdaş dostumla Ekber. Salam, xuşallık, külki izlep səhnimiz getib gələn əziz dildaşlar, qurdaşlar. Şundaqla ekran aldıdaki qadirli körümenler. Dostumla Roşan Himmet'ten həmmanlağa muhabbet salam. Salam Sırdaşlar Klubu programımızda köngül koyup görüp kelivatkan, medet ve ilhamlarına ayımay kelivatkan karxançı dostlar, riyasetçi kızanlar tebessüm turgandan sizlerge. Bu hayırlı dakikalarda huzurunlarda bulvatqını Okyan Televiziyası'da kuyulduğun Köznek Ettitalı Tajdarlıqıdaki Sırdaşlar Klubu programımızın şuarı bolsa Köngüllerin aramı Sırdaşlar Klubu. Qeyrindaşlarımızla programımızda görüşü, qimmatlik vaxtını bizga atığınığı köpdün köp rahmat. Bizmi hem əmdidən başlanğan minutlarda qeyrindaşlarımızga ən yaxşı xizmətdə buluş üçün, ulanın aram paytlarına xuşluq və məna bağışlaş üçün çoxum ən zor tirişçalıq göstərimiz. Hər vaxt Sırdaşlar Klubu programımızdan hər sallarda biz suyuduğan, bizni söygən, biz üçün özünün hayatını bağışlavatqan, kəsb üçün özünü atavatqan bizden kəsbkarlarımız, avangard yaşlarımız alayda təklif qılınıb, ulanın səmərlik, şərəflik iş izləri tunuşturulvatı doşunaqla, ular birlikte acayip köngüllük oyunlarını oynaş arkalı ulanın hakiki dünyasıga biz yürüyüş kılıvatımız şunak o. Muşu sorunda, muşu bizden naq meydanımızda ilip berilatkan, bulunuvatkan türlük paranla qeyrindaşlarımızdan, bulup bizden az mikmallarımızdan jürkünün qat-qetidən çıkan jürek sözleri boğanlığı için ekran aldıdaki sizlerge xoymi yıqıvatıdı dep oylayımız. Şundaq, elbette mana şundaq katta sorularda, şundaqla şundaq әкмиятlik fəaliyyətlər buluyatqan vaqtlarda bizni izchil qo'llab kelayotgan, bizga yordamini, g'amxo'rligini aymay kelayotgan, yana ko'pchilikka rahmatimizni, minnatdorligimizni bildirishni unutib qolmaymiz albatta. Shundaq.
Albatta, riyosatchi qizlarimizning sahnada mana shunday go'zal, jazbador holatda namoyon bo'lib turish uchun bizni alohida qo'llagan Raziman To'ygirim to'y suratchiligiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Uningdan boshqa yana qiz riyosatchilarning zibu-zinnatlarini ta'minlagan Rahila zibu-zinnatlariga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bu yerda alayda rahmat aytadiganimiz bo'lsa, Guangzhou fazilat kiyimlari biz uchun loyihalgan ajoyib chiroyli murosim kiyimlari. Rahmat. Albatta biz mana shuningdek qo'llashga, mana shuningdek madad ilhomlarga erishayotganligimiz uchun ko'nglimiz ko'tarangu holda ro'yimiz ustun qiyofatda programmamizning har soni intayin o'ngishli ko'rinishga ilyapmiz. Shunaqla programmamiz orqali bizning ekran oldidagi har millat qarindoshlarimizning yoqtirishiga, ularning qo'llab-quvvatlashiga qayta nail bo'lyapmiz. Shu munosabat bilan bizga chaqnash va parlash fursati yaratib berayotgan hammanglarga egilib turib rahmat deymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Qarindoshlarimiz balki mana ba'zi vaqtlarda shu turli sabablar tufaylidan dal vaqtida qo'yilgan programmamizni ko'rolmay qolishi mumkin. Undan bo'lsa biz bu programmamizni qaysi kanallarda ko'ra olamiz? Albatta, Okean televiziyasining kanalim, teatrim kanallarida o'zinglarda bo'ladi. Agarda ko'rish fursatini yana qo'ldan berib qo'ysaqchi. U vaqtida telefonimizga ko'znak aptitlarni tushirish orqali har vaqt, har zaman, joyda, har xohlagan qanday yerda vaqtda bemalol ko'rasiz. Demak, bizniki Sirdoshlar klubi programmamiz mana bizning jo'shqin naqshlarimiz bilan ajoyib yaxshi kayfiyatda boshlanadi. Bizning nurg'ulg'an bu programmamizni to'rlarda, telefonlarda, uylarda, televizorlar orqali ko'rishni unutib qolmaydigan qarindoshlarimiz har sam programmamiz qo'yilib bo'lgandan keyin bizniki munbarlarimizga so'zlarni qoldirib, programmamizning har qaysi so'z qoldirish munbarlarida o'zlarining bu programmani ait yaxshi ko'radiganligini, keyingi navbatda kimlarni taklif qilganligimizga intayin qiziqadiganligini aytadi. Shunaqla o'zlari yaxshi ko'radigan cho'lponlarning ismini bizga qoldirib qo'ydi. Biz ana shu munbarda qoldirilgan ismlarni bundoq statistikalab ko'rsak, o'zi yosh, ammo kasbdan ait ko'p qutuq natijalarni qo'lga keltirgan, o'zining larzon usullari bilan yurak torimizni chekayotgan, ham shundaqla husni jamolda kamolatga yetgan ajoyib bir latofatlik va nozinin bir qarindishimizningki ismi qayta tilga ilinib ketibdi. Albatta ko'rmanlarimizningki ehtiyojini qondirish, ularning talabini ro'yobga chiqarish bizning programmamizningki yetmoqchi bo'lgan maqsad shunaqmi. Shu vajidan biz bu qarindishimiz garchi hozir jiddiy turli konsertlar tayyorlab oldirash bo'lsa-mu, taklif etgan uduq programmamizga xushallik bilan, bijondillik bilan qarindoshlarga xizmat qilmoq bo'lib, bizning huzurimizga kepinakda kuchib keldi. Shunaqa bo'lsa bu zodi kimdir? Kim bu zodi?
Meni unda qolsa bizni taqozo qilgan sho'q usullari bilan bizniki san'at xumor qarindoshlarimizga huzur ato qilib kelayotgan shunaqla bizning to'kpikor san'atkorlarimiz qatorida o'rni olayotgan suyumli go'zal qarindishimiz Mayra Ahmad Husaynimiz akbetimiz. Merhaba Mayra. Mayra. Xushalmiz, xush kelibsiz. Chiroyli qiz. Sahnimizni boshqa so'ng qo'shdingiz. Neyimda chiroyli bu Mayra deyman. Siz endi bildingizmi Mayra? Yo'q, burundan biladim. Men Mayrani o'sha Xalcham Mappayning qo'lida Beijingda o'qiyotgan vaqtida bek chiroyli deb bilgan ekan. Endi Pushayman hamla o'rniq kelmaydi, ha? Ha, mayli. Nima bo'lsa bugungi Mayrani eng yaqin araliq turib turib faoliyatga riyosatchilik qilishim bir xo'shallik. Mayra marhaba qarshalimiz. Salomingizni bir yo'l bersangiz. Salam tomoshabinlar, salam ekran oldidagi ko'rmanlar. Men Mayra Ahmaddan sizlarga o'tib salom. Vay Mayra. Bugun sizni usulungiz bilan ko'rib, eng chiroyli liboslaringiz bilan ko'rib, yana bir qatam hayajonga cho'mdik. Mayraniki usul kechiligida shu biltani ololmay qilishdan bak ansirab, noit tasti bir qo'lga keltirgancho, lekin u vaqtda mijroq arliqda ko'rgan, yerimda o'pitimiz olmab qo'yib o'ltirib ko'rgan u hissiyot yana boshqacha bo'ladi ekan. Bak hozirlandik Mayra. Sirdoshlar klubi programmamiz ko'rib boqqanmiydigirsiz? Ha, ko'rgan ham yaxshi ko'rman. Shunga menga shu Sirdoshlar klubiga taklif qilsak, bir kep qatnashib bergan bo'lsangiz deyapti. Shunda hayajon ilkida anglagan amallar ma'qul deb. Sirdoshlar klubi ma'qul deb bo'pti. Baray. Hozirli baraymi? Hozirli baray. Sen meni og'ilga olib jutma deydi qancha. Mayra biz sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Hamda ko'rgan ekansiz, siz qachon programmamizning qoida tartiblarini bilasiz, programmamizning mohiyatini tushunsiz. Biz bizning cho'lponlarimizdan, qarindoshlarimizninki ilgari haqi deb boqmagan yoki yushag'an yoki yurkining sanduqini saqlab, quluplab, oshquchini yutib ba'zi bir gaplar bo'ldi-ku. Shuni qezib, tatlab chiqarishga mas'ul. Shunlashqa Bu xizmatga nijot mas'ul odat. Asos jihati aqidagi buni tashviq qilish çaylarda, yurtlarda bunu davran silish bularning ishi. Endi mag'fiyatlar chiqib qolsa, kagdimsa pushaymon. Yo'q, biz maqsadimiz sizni pushaymon qildirib Bizning maqsadimiz mag'fiyatlikni xushallik bilan davetish. Biz bo'ldi naqimofkum deyman, mayan deyman desa, yo bir ocha davet. Ütünüp qolay. Faqat hech kimga demay saqlayotgan gap demoqchi bir Bugun davet. deydigan odamlarimni topdim deydigan hissiyotda. Oldi bilan Mayrani o'ltirib olishga taklif etaylik. Bundan keyin o'tirib montashaylik, ha? Marhamat. Hozir sal jiddiylashyaptilar abada. Sizlarchi nima ish qildi? Go'zal bir qizlarni ko'ribman. Yurkim bir xil. Düp. Lekin mishada Düp degan uyqudagi olti yurkimdan. Sayrab shu gudukga chaqib bordi. Chaqirlashmoqmisan? Mayra unda qolsa oldi bilan o'zingizni ekranlik do'stlar bir tafsiliyroq tanishtirib o'tamiz. Qachon tug'ilgan, nerda tug'ilgan, nima sababdan usul kasbiga ishtiyoq bog'ilgan deganlarni. Nima sababdan tug'ilgan? Nima sababdan tug'ilgan degandek. Men yesimni bilib qolgan bo'ldiramda. Bilimiz hamma sizningki hozir 46 lar atrofida. Endi ko'chishga Ay o'zini bek yaxshi saqlagan, nima ishiltidigandi deb hammiz bek so'rabchi men. Men va Mayra demisman bizdan bir 45 yosh cho'ng. Hadi deb ketmaymiz hamdi. Ha, adash deyishimiz. Ha, adash deyishimiz deb qo'yma. Emis rost ishim demayapti. Appa deb chaqirmang. Ha. 87-yili 5-ayning 24-i Urumchi tug'ilgan. Boshlang'ich maktabni o'qib 5-yilga kelganda shu Naqsul Umakdan bir ishki rejissor Sayyar Appay, undan So'mpilo muallim ikkisi birlab shu maktabga o'quvchi tanlab berib, ustozim Xalchamsliq Appay shu vaqtda Beijingda bir Xinjiang usul sinfida bir sinf ochmoqchi ekan to'q. Bundan burun Appay ish qarar bal tarbiyalabdika, ular hamda to'liq kursma. Bizninkini hamda o'ttir texnikum. O'ttir texnikumga hamda shu qash ko'znim o'zim sizsam, men appak usuldan hech nima uqmaydigan, appak qog'oz kerak. Men shu bolalarning qash ko'zini o'zim sizib, butun shu usul hayotiga o'zim bir qo'lliq akirgan bo'lsam deb bizni boshlang'ich o'qiyotgandilar tanlab sinfga imtihon beramsa deb Sayyar Appay bilan So'mpilo muallim so'raganda, men undan burun usulni yaxshi ko'rdim. Iqtisod maktabining ishdan sirtqi sinflarida-chi. O'qiydim. Ammo maqsad
bir qiz olganligimda bir badan sharoitlarim yaxshi bo'larmi, bir turishlarim, qiyofatlarim güzel bo'larmi deb menda asosda. Ham aslida o'qish jarayonini men yaxshi ko'rib qolgan bu kasbni. Yaxshi ko'rib qolgandan keyin shun o'qish qabul qilib kelganti shunda xo'shib, hayajonlanib o'ydiklay berib bo'ldi, o'qishni tashladim-da. Meni u sinfga qabul qilmay turiblar, men ota-onamga buguncha o'qish tanlab ekan, meni baramsiz dedi, apa men shu sinfga bormay bo'ldi, o'qidim shu yerda deb o'ydiklarga beshini og'ritib yurib, ashuna qilib yurib, andan apayning sinfig'imi, apayim mening sharoitimni ko'rgandan keyin, men bu badan sharoit u jihatni ko'rib, imtihonni olmagan men shu vaqtda. Amay bu qiz keyin bu qiz keyin qo'llari uzun ekan, keyin balkim bo'ylari egiz bo'ldi. Inondan keyin sharoit yaxshiga, asosligi shu sharoit yaxshiga qolgan o'zim tarbiyalab olman deb apayim qabul qilgan meni. O vaqt lekin yana usul o'ynay olasiz usul demiş. Bu chaqlarda iliqi o'ynaydigan vaqtlar kasbiy emasda, kichik bolam. Inondan keyin ama apayimning birinchi so'ragan gapi sharoitingiz yaxshiga biroq chidamsiz debchi urmalim degan. Tayoq bilan urma. Shuningga chidasangiz bering bu yerga. Bo'lmasa ang yaxshi qilib qiling ota-onangizning pulini. Boshdan shunda deganmidi 5-yillikda o'qiydigan bolalarni qabul qilgan shu 11 yosh vaqtim mening. Apayning qishiga kirgan kuni tunjob degan gap shu. Ham o'zimni ko'rib bir xo'sh bo'ldi, bir sharoit yaxshi bir o'quvchi qabul qilish oldida turdim deb. Ham biroq meni shu japoga chidamay qolammi, ushuqlik qilammi deb shu japoga chidamsiz degandan keyin ko'zim pil yoshliqchi, opam qarab, xuddi opam chidayman deb men o'gitadigandachi, ko'ziga qarab tursam, opam men qarab ko'ziga yashab turdi, chidayman deb. Amaliyotda men unchalar japolig'ini uqmay, men chaqchaq qilyotdi. Men xastalik 11 yoshlik bola o'ylaymiz-ku, cho'g'lar bilan chaqchaq yag'an gap qo'ydi deb. Asa deb o'ylagan, ammo haqiqatan borgandan keyin Gap qo'ydim tayoqni. Atdiganda tayoq yeyma, tushdi, xima kashtachi mechim yevichim, uxlab qoldim. Tayoq yemidik, ammo apaybek qattiq qo'lchi, kesib bo'lganda. Mush kesibchilarning hammasi Xalchampoyni bek qattiq qo'l. Haqiqatan iliqi ustoz qancha talabchan bo'lsa, shuncha 90 andan shu qabul qilingandan keyin 98-yili 9-oyning 3-i biz aeroplanda shu 24 balni apay tang apmangdi. Şunun bilan başlandı bu usulchilik hayot. Başlandı bağandan keyin endi qanday deymiz? Chidamasken men tuqumras. Bütün sinfdagi saboqdoshlarim hammasi masalan yumshoqlik mashq qilmaschu biz. Picha, inondan keyin bel tushish hamma tushib bo'ldi. Men eng oxirda qoldim. O'qish boshlab bir oydan keyin pisa tushamayman-da. Basudu appay iş töpemden ikki tarafdagi o'g'il ol tatdı. Belki içinişlik görünüşe şu. Ben öz gözüm bilen köge bu görünüşni. Belki şıqlaydı, belki şıqlaydı. Ben belki üzemden tuluq bir his duyğulurum bu cihat. Çünkü ben Ali Mektep balet topladım. Balet kesbide okuğanda Nicat kesbide. Nicat şemlay bak qiynalgan. Ben şu yangı düşüşten sal qiynalgandım. Lekin keyin yanım şu ustozlarniki yaxshi yetakleshi bilan to'liq chekinib chiqqani kesdi. Lekin haqiqatan filmlarni ko'rib qolsaqmi, undan keyin biz Qarqu deydigan bir film bor. Buningda ham bir baletchilarning turmushi ifodalangan. Shundoq eng oxirida kasbga o'zini atab, hatto shu Qarquning rolini elish uchun o'zi shu Qarqu bo'lib ketadigan, shunda eng oxirida o'zgarib ketadi shuningga. O'zining ro'yi shuning bilan birlashib ketadigan shunday bir ta'sirli mazmunlar ifodalangan. Shuningdagi chiniq jarayonlarini ko'rsam, qarindoshlarning ko'ziga cho'qim yosh keladi, bek azobli shundaqku. Putlarini unmay qayirib turib mashq qilgan ba'zi içinishlik ko'rinishlar odamning yuragini og'ritadi. Shunlashqa usulchilarning biz eng larzan, eng go'zal oltin sahnada ko'rganimiz bilan ularning shuning uchun to'layotgan badilni, eng jafoliq holatlarini oqizayotgan tarixda qon shundaqku, ashundaq bir ko'rinishlarni biz ko'rishga jur'at qilmasligimiz mumkin. Masalan, shu vaqtda men eng oxirida pisa ochib, yana ushuqlik qilib chidamay, yotoq kirib, faqat kallamda o'tmaydi. Toza yotgan köpəmni yığışdırıb etib turib unutub qalmayman. Hazırgıcha tunigan bo'lganda ko'z oldimda. Ajab bala qoldim, men xotin pisa ochamay. Desem apay eshik tödiga anglab qatdi gapni. Şunun bilan. Ma ishda hozir apay o'z esida bormi? Bilamdim. Apay hozirgacha deydi emasmi, sizni keyin o'qish bitirib yan kelgan vaqtimda aytdi. Kunlarning birida sizmish usul sohasida tonilib balam, bir cho'lpon bo'lib qolsangiz, bir ko'z ko'rinib qolsangiz, sizni shu vaqtda mesela ziyaret kıl muhbirlar kelse muş vakalan çokum sözlerinde aytıda. Dep bering demda. Çokum dep bering. Siz bugün gün asan kemik. Xalcham apayninki o'quvchilarga
san'atkorlar bir avlod usulchilarga ko'rsatgan emas, birla avlod emas, hatto bir qancha avlod Bir qancha avlod. usulchilarga ko'rsatgan ta'siriga biz hargiz ko'z yummaymiz. Xaljam appay haqiqatan o'zining butkul hayotini Uyg'ur san'ati, Uyg'ur usulchiligi uchun beg'ishlab, hattoki millatlar usuliga nurg'un to'kpilarni qo'shgan, uningdan boshqa bizning qalbimizda usul peshvosi degan obrazga ega bo'lgan intayin talabchan, shundaqla intayin to'hfakor bir san'atkor. Biz mushu munosabat bilan o'zini aytdi umaqa, ma'bad umaq tuyuldi. Undan keyin intayin talabchan, intayin chin, intayin haqiqiy yashagan bu suyumlik ayolga, bu fidokor ustozga, bu to'hfakor san'atkorga hurmat bildiramiz. Mushu munosabat bilan ehtiromlarimizni yo'llaymiz. Xalcham appay, salomat bo'ling. Çoxum özü ağzımla mı yetkizmə Buldu, bunu? ha. Ekranımı çoxum kördü hem de. Shundoq. Şunun bilan de bunu anlar qaplam kirdi yapayçı. Kirib, nimdadan azdır deydi. Gaqimidim. Apay men gaqimidim desem, 21 digin azır degan gap onu deydi. Korvat çüpli ketdim, oldumga kelgantil qo'qapçı qisam. Azdır bopangiz yig'ishtirib ketdi dey. Sendek adamni o'qitmayman, men azdır bopangiz yig'ishtirib ket. Sen nima va'dlar musha japaliq chidayma deb turib kelgan, bir pisaga tushamay, menga bala qaldim da otam sen ketamsa o'qimadi dey. Shon bilan men chidamay o'yliklarga telefon qilib, apa men o'qiyamig'dek, men bek japaliq kelmay chidimdim, bir oyg'im paylimidim. Deb telefon qilsam apam biz mang'it siz o'qishga mang'itcha balam qitim-qitimlab so'rab sizdan chidamsiz, bir kessangiz qaytib kelgan olmaydi balam deb turib yo'lga solgan ma'qul degan. Agar ustozingiz sizni ashunda ket degan bo'lsa, qanday qilsangiz qap qolgansiz, ya'ni shu davomli o'qiy oladigansiz dedimi dedi. Deganti, "Ya pisaga tushib sinfga kirsan, sinfga kirma, qachon pisaga tushsang shu chaqda kir, bo'lmasa bo'pangni yig'ishtirib ket." Desam, unda esa sirtda mashqqa pisaga tushgan ustozingizdan oldiga kiring, ko'zni bizning qishimiz qaytib kelgan mang dedi. Buldu deb. Ota-onangizmi bak qattiq talab qo'yib talabchan ekan. Lekin ota-ona shu gapni qilayotgan chaqda O'zining o yurgan tuyg'usini qanchalik balkim bu yerda Mayra xonim biladi, Dilrabadan biladi, dada bo'lgan Akbar. Shunaqa. Odalarmi bilamasmiki deyman, onalar. Balkim onalar texmi bakrak chunki o'zining qarnini yerib tushgan farzandi bo'lganligi uchun u onalar shu gapni deyotgan chaqda yurgining qanchalik yerilib ketayotganligini, puchilib, kuyib ketayotganligini u tuyg'uni o'zi bilsimi, lekin farzandining bir mas'uliyatchan, bir chidamchan, qaysar bir bola bo'lib cho'ng bo'lishi uchun ba'zi shuna bir qurbonliklarni berishga rozi bo'ladi. Balkim telefon qo'yib apa ota-onamiz Yig'lab ketgan bo'lishi mumkin. Sizni qo'ymay turiblam shu vaqtda ko'zda yosh yiqib bo'ldi deb o'ylayman. Bak bearam bo'ldi cho'qim. Sinovlardan rost degandek bir haftada pisaga tushib ketdim o'zim. Sirtda mashq qilib, kech taraflari mashq qilib yurib, tushib appayni oldiga kirganki, appay ma to'xtab tur, bu xil chidamliq ekan. Buni tutish kerak-ka bu artist bu balni. Men texmiliqi talabchan bo'lsam bo'g'dek buningga deb menga burunqidimmi bak, ashiyan maktab borgan qidim bak talabni yuqori qo'ydigan bo'ldi. 11 yoshda ota-onamizning mardin kechib, yurtimizning mardin kechib, shu yerga mush kesim qilma deb borganki, cho'qim oxirgi achqima deydigan men bir umid, bir orzular, men bir ashunda bir chidamchan bir nim bor menda. Shuning bilan o'qishib turganga yaqin 3-yillarga deyman. Bu texmiliq appayning mijozlariga ba'zan adam chidamay qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. Talabchanlik kundan-kunga qancha ifoda yaxshi bo'lgan seri shu ish talabchan bo'lib ketdi-da. Amaliyotda hammamiz bizga yaxshi bo'lsin deb qildi, hammasini-chu. Ammo keyin kelgan sir masalan Balalikdagi bir mijoz, uni bosh qarshilish bir psixik so'q qoldi. Bola cho'ng bo'lgan seri 14-15 yosh vaqtida qilmayman-ku bo'ldi. Nimandaq meni qiynab bersa, men boshqa ish qilay deydigan psixik ketilishga boshlaydi. Shunlar hozir sizlarga eng cho'ng mahbiyatligim deb bermanda. Ha, yaxshi. Sinovlardan bu çaşlarımızı hatta çiçimizni örüşümüzden tupaş kurdu. Künde akşamı biz yotkan kırıp yetip olsak, kırıp çiçeğini taradan mı deyip yaksak, kız oldu degenden çiç kalayım kan bolsa, işlerim kalayım kan buldu. Kop çiçeğini tarap örüp yatıp, çaşlarışımızı baş kurdu, tamak yiyişimizi baş kurdu, nemi keydik, nemi yedik, hemmi kırış vaganken, ben şu appayla sınıfı mangan günü aeroplan çıkka vaxtımdan tutup günlük hatır yazganca, ben günlük hatırı yazışını yaxşı görmezsem bir yaxşı attım battı. Şun o günü mangan günü 5 yıl başlap yezişim degan men şunda xalcamsızlık ustazım xalcamsızlık appayning sınıfı o'qishga mangdim. Men ço'qimish ustazimdek artist bo'lma, anda ol, munda olma deb degan u bir ulug'vor Allohga aylanadi. Vaqt saati bilan yezib turib birga aeroplanga chiqdim, Beijingga uchdim deb turib yezib 3 yil yozdim men buni. Tak o'qishib turgan az qolcha yezib Bəzən külləri hava yaxşı edib ötküzüydüm. Bəkirək təsir qığa işlər olsa yazım. Qıb şun bir gün fəqət çidim. Of,
bu o'qish qachon biter? Bu apaydan qachon qutulaman? Ma daftar qo'lga tushib qolmagan. Qaldi. Mana məxfiyyət. Şöyle qachon qutulaman? Bu o'qish qachon biter? Çaş tarsamı başqırıyotgan, tamaq yesam, mən səyiməyəm-cu. Zo'lab bizga masalan buyum pakati mən sinifning eng kichigidim. Şu buy o'ssin deb biz darsdan tushib kep bo'g'icha appay buy pakaraq nechimizga tamoqlarni olib qo'yib, ay sayyisang buying o'sidi deb. Ham onimizdeklar nim qilganlarimiz biz uchun yaxshi o'sin deb. Biz uningda zerikishga qilib Voy can, nima chotiq men bilan bir bo'ldi yemayman-da bir malacherlarni yeb, ochiq bir nimalarni yeb uxlayapsan. Rujamo yerga vaqtlar va. Shuni hamma narsani yezibdim. Bu ish qichidimdim, u ish qichidimdim. Bu o'qish qachon tuga, bu appaydan qachon qutulaman deb yezib bo'lib keyniganda o'zam-go'zam madad berib chidamayra, sen chidab ketsa, sen 3 yil chidading, 1 yil qoldi chidab ketsa, sen cho'qim appaydek usulchi bo'lsa deb yozgan yerlarim bor endi. Budan o'qigan odam bularni cho'qim o'qiydi-da. Shuni bilan biz madaniyat Sizmi aqlli ekansiz. Uni shundaylik ancha-muncha yomonlab qo'ygan bilan asos 90% Xalcham apayni maqtaydigan gaplarni bor. Qani anglab boqing. Men appay deydi endi men boshqa o'quvchilarimni, boshqa saboqdoshlaringizni mushta deb yozdi deb o'ylab baqqan. Ham yozdimi ko'tiralaydi, men sizni bunda deb yozdi deb o'ylamagan. Meni pek ümidsizlantirdingiz. Deb bir monch gap qildi ham men sarangma men mush tog'ning bizning maktabimiz bir tog'ning ichida-ku. Bir yil harbiy rayonning ichida. Shu ota-onalarimiz bizni appayga berganlik uchun ashta bir tuzum ching yerda bo'lganligimiz uchun xotirjam bergan appayga. Men sarangma bir oilamni tashlab, yo'lishimni tashlab, bolalarimni tashlab mush tog'ning ichida sizlarni o'qitib, hamma ishinglar aralashib men sarangmo. Men şu ata-analarga va'dning cho'ngini berib, bu bolalardan xotirjam bo'linglar, men unda tarbiyalayman, bunda tarbiyalayman deb akagashga men sizlarga mushta talabchanlik qilma. Men chechim qarlashdi, kiymam qarlashdi, tamoq qarlashdi deb yezibsiz. Deb bir monch gapib. Biroq men xo'sh bo'ldim, siz chidayman debsiz. Men eng oxirida chidayman, mari chida degan yerlar ekansiz. Chidayman debsiz, ham aeroplanga chiqqan kuningizda men xalchamsizlikdek usulchi bo'lma debsiz. Şuna başqamış bütün savoqdoshlaringiz mendan bir umr qutulsunuz, siz mendan bir umr qutulamaysınız. Men sizga deb qo'yaman. Yey bir muzik keldi. Nayt mumliq bir skripka muziksida bu vaqtdagi hissiyotingiz. Shuningdan keyin endi menga shu apayning degani qachon qutulaman debsam, ammo bu savoqdoshlaringizning men bilan keyin aloqasi bo'lmay qolsin, masalan o'qish bitirib yo izlashmay aloqalashmay, sen mendan mangu qutulamaysan men senga deb qo'yay degan. İnandıkın küllərinin birdə siz şu gün deyəmən, küllərinin birdə siz tonulub bir ziyaretlərini qəbul qılanda muş günlük xatinin işini çoxum deysiz. Şu vaxtda mənim sizə qanda bir bugünkü mənim hissiyatımni, muş nimamni siz şu vaxtda yaşınız çoğ olğanda, siz muşda bir oturlağa çıxanda əndi his qılsız balam düşünsüz deyə 5-də xap oldu. 2 saatmi 3 saat gəqili turğuzub qoyub 24 balni. 5-də xap oldu. Kəndin özü mənim bolğan işəncəsini, yəni mənim dedi mən bunundan siz qutlamaysiz deganning o'zi men sizni texim ching tutman. Men cho'qim sizni tarbiyalab chiqmay sen chidaydi ekansan dedi. Shuningdek menga orliqda bir 2 oydakmi gaqmay paxti, gaqmay qarib qo'ydi bir yoqqa. Qarib qo'ydi, ammo yana o'zimning kasbini yaxshi qilib, darslarni yaxshi o'tib ketaverdim, keyin yana qarab yiqib to'xta. Bu chidayma debdi deb bir og'iz gapim bilan texim menga yaxshi muomala qilib, texim talabchan bo'lib, inondan o'qish bitirib keldik. O'qish bitganda bizni Beijingdan behçiq idora organlar talashqanchu. Bizning savoqdoshlar haqiqatan yaxshi bitgan. Appay o'z bir qo'lliq bizga Beijingdagi eng yaxshi o'qituvchilarni, masalan, harbiy san'at maktabidagi eng yaxshi ma'lumotlarni, usul san'at faq Beijing usul san'at shu yandagi eng yaxshi ma'lumotlarni akib dars o'tdi. Shunlardan talash qilganda appay shu vaqtda men Shirali yönetimizni, mening bu bolalarım usulluq teatr oynaydi. Men usulluq teatr oynaydigan artistlikka tarbiyaladim. Şinjan ketmeydi mening bolalarım. Asli bizni Şinjan qaytib keldi deb olgan bolalar. Shunlar keyin o'qish bitganki appay to'xtab tur. Ammo mushlar mushada o'qibdi, qaytib ketmasin. Hammasi mushada qolsin deb idoralar talashib o'qib appay o'zi meni mushu Jungo Naqsh usul opera teatr o'miga deb shu o'makka qo'ydi. Qo'ygandan keyin bir 3 oy ishildim deyman. Uydagilardan balam qizval atanasını qaşıttığımız bo'lmaydi, yenib keling, bizmi seg'indik, bo'ldi, eng yaxshi Şinjanda ishlandi deb. U o'makmi qo'yib atkil unimi deyam, ularning bizmi hali yaxshi o'qish bitgandan keyin pek yaxshi ko'rdi bizni. Qaytib kelib endi shu peti
Muşu özüm arzulab bir ömür muşu naqsul ömek işlesem ki dep burundan arzuyum batdı. Şu naqsul ömek keldik, kep xizmat saqlab turib ketdik. 4 yildek bika jüdüm. Hem öydüklerge başqa yerlerge imtihan bere ya mesela hərbi sənət ömüge ya başqa öməklərge imtihan berib baqaymı ya oqaymı yani davamlıq desem ömək başlığımızdan yani qoyub ətkisi yox o çağlarda. 2005 yıldan başlap bir keçiliklər bolğandikin muş çoğ keçilik arqılıq biz yeni artistlər açıqım saxlamaydı ustazım Xalçamsılıq Appay Taşsul işledi. Pek çıraylı. Onun sonra qeyrindişimiz Mayra bu Taşsulda asaslı personajı. Pek çıraylı oynagan. Otqaşta qızılı gilam. Beşinlerde bir peybağı deydi onun dikine taqıvagan. Ben pek huzurlanğan bu usuldan. Şunumlardan Taşsulni Appay işleydigan bolğandikin. Ama özüm işlеген usulda bir özümnің әмді şagirdlərdən birasını oturuq açıqıb, muş usul arqılıq yem bir yaş usulcının birisi səhnimizge çıxıb qalsa əcəb emas deb zoğlab çıxır qoydu meni. Zoğlab da qoy. Am uçaq qismanilik 4 yil jarayonida asli әмді şunda qızğınlıq bilan qaytib kelgan, qarsam idora beka жүрüb ketgandikin. Qızğınlıq misal suslab qaldı. O kesib qo'ygan qizg'inligim suzlab texi eli e'lon deb izladi, eli bir kinolar deb izladi. Qanki atrafga bakrak qiziqib ketib qolib usuldimchi sal o'zim yenib qolgan teliqi rayimchi. Shomlar qilib to'saq appay ash usulga chiqadi. Rostga qilsam o'ynayalaydiganım ko'zim yetmedi. Qiyinlik darisi pek yuqori. Bunlarda taşbağı deyma. Total taş. Bundan keyin hammasini ayt igz oyoqlar bilan harakatlar bek chabdas. Shunaq bu. Andın ətrafımda sap çoğ artistlar var, yan adamlardan Şundaq, tutub. şundaq. U texin besim bulduğu deyman. Menimcha eng besim bulduğunu mu şu? Besim bop oynamayma deb. Appayni sapda ustazlıqdan sırt özümün abstrakçı əkləymə bəzəndə. Jığlab zalda taşlarını itib oynamayma mən. Kimni oynasıl appay mən oynamayma deb. Uşuqlıq qıb oynayamadım mən də. Ben miliqi arlıqdım 2-3 yıl taşınıb qalğandikin. Bizim o məktəbdəki halımız qamığa vaxtdan da o çikinib yöbrəyə bağa vaxtımızda. Amma appay deyin bir işlənç var. Appay mən hazır oylasam iş qılıb. Mən iş qılıb appayını gib çıxsıl közəm yaşayıb gitməm. Suyub qoyğum keldi da. Ballarının aldıda şuna yüz verdi əkləb taşlarımını itib jığlab qıb gəlsəm. Boldu ya balamı yerib qapsız boldu. Boldu balam ha? Boldu. Qopan, qılan, çöglan deb qoydum. Xalçam appayga bo'lgan tunuşum bağansırı, çoğunqulda onun hürmetim bağansırı açtı. Her bir hikayeni alsamçı. Başta ben pek talapcan, pek qattiq qo'l bir ustaz deb ham o'ylaydim. Lekin Xalçam appay bir qattiq qo'l talapcan ustaz bo'lib qolmay, yana bir mehribon ona ekan. Eng muhim yeri. Haqiqiy kuyimchan mehribon bir ona ekan. Mahire bilen bizim hayatımız şu 98. yılı 7. aydan başlandı da. Ama Mahire'nin takdirini özgertkici. Neymi için bundak deysen dese, bir 11 yaşlık sabi bala usul degenin neymeligini düşünmeydi o. Bilmeydi. Usulun kıyıllık derecesi ikenligini mi bilmeydendi. 3 yıl özümün acayip yaşlık, yaxşı hayatlarımını muşulağa Mahire'ye cümleden atıp, belli etip, belli turup, açık güllerde mi, tatlı güllerde mi, kısımıstandı mı, Becin'in en tomuz küllerdi mi, hayatlarını belli ötkezdik. Şimdi 4 yılını ben bir 8 yıl, 10 yılga bara verdiysem boludu da endi. Mahire endi bir cümle söz bile aytqanda ahirki hesapta utup çıktı. Usul degenini asta düşendi. Japağımı çididi. Menin endi şu qattiq tutuşumga hiç qutuluşum mümkün emas. Onun için ailesi mi bununla maslaştı. Turmuş cihette mi Mahire 4 yılını ait adli saddalık hayat bile ötkezdi. Ailesi de iktisat var ama Mahire'nin asas zihni şu usul degende çokum bir yaramlık adam buluş degen mesleğe merkezleşti de. 2002 yılı nəhayət muvaffəqiyyətlik alda məktəbini ərla nəticə bilən tamam qıldı.
Mayra usulunu hakikaten yaxşı gördü. Japadan qo'rqmaydi. O'ziga talabni yuqori qo'yadi. Xizmatdoshlari bilan, kasbdoshlari bilan nihoyatda chiroyli o'tadi. Endi mening bir xursand bo'lganim Mayra hamda mükemmel bir san'atkorga aylandi-da. Undaq bo'lishi Mayra'nın adı bir mükemmel bir ailesi var. Mayra'nın yoldaşımı Mayra'nın kolladı. Mayra'mı bu ailesini naiti yaxşı ködi. Demek hazırki Mayra'nın hayatı naiti yaxşı hayat. Kesipli güllengen, cemiyette olsa öz aldığı bir öz abruy tapkan, xalqning yaxtırışığı erişken, andın turmuş cihettin bulsa bir xatircem bir aile kurgan. Demek Mayra bəxtlik. Mayra'nın kelgisi çokum teximi bəxtlik buludu. Yani çünkü hazır 2018 yılı Cungo'ga Xi Jinping Songshuji bahar ep geldi. Cungo halkıga bir bahar ep geldi. Şinjan'a bir bahar ep geldi. Bizning cümleden Şinjan naite uşkandek terakki kılıvattı da. Çokum işini men Mayra muşu azırki yaxşı hayatta, yaxşı vaziyette çokum davan aşağıdaydı. Mayra çokum özünün közlegen məqsədiga yetmegice menimce toxtamaydı. Meningdek bir ustazdın koluğu düşkənligi üçün Mayra bəxtlik. Menin kolumdan moşundak bir yaramlıq sanatkarının çıqqını üçün mən özəmdin tolum pəxirlənmən, mənəm bəxtlik. Şuna axırda deydiğinim, Mayra'nın teximi kemter, küçük bil, ihtiyaccan bulup, çokum algı qarab ilgirlep, bir izli toxtab qalmay, qanatlanmay, en axırqı pəlliga yetkice. Menin muş yaşımğı kəgilcə, ana şu sahneni qoldum bəmey. Sahnenin bir güzel çolpunu, şu sahnenin usulunun dörtkarı buluşunu, ailede bir yaxşı ayal, perzent ki nispeten yaxşı ona, ata-anasına nispeten yaxşı bir perzent buluşunu çin dilimden ümit kılıp, 2018'i Mayra'ya ahmet dileyim.
Taş suldumu hazırlandık. Onunki ağıdaki hikayelerge mutlaq saldık. Mahira'nın yana bizge demekçi olan başka hikayeleri var bu deyme. Anlap bakaylı. Bunundan yarım ay burun bizning idora bir usulluq teatr qildi da Shunaqa. hozir necha ay bo'ldi. Qib men bu usulluq teatrda 5 yil qatnashib araliqda bir 10 kun repetitsiyadan keyin salomatligimdan ozroq chataq chiqib men yenib chiqqan qatnashmagan. Qatnashmay qilsaq uchun u yo'ngi 5 kun qolganda buningdagi ABZU deb AB guruh deb ikkiga ayirgan. Әмді ашыныңдекі бір A групптың ашу әдінің ролына аған қыздың қолы чекет қалды жо. Зақмылынып қалды. Зақмылынып қалды. Сонда зақмыленген кен мен шығып ойнай. Менің саламатлығым базыр ялыр ерді. Мен шығайдап уянғы 5 күн қағанда. Уянғы 5 күн қағанда мен байрығымны көтіріп. Шығып шуны үгініп, 10 майда уянını түгітіп, 15 күн болды. Түгітіп мен шу жарияндымы маң бәкчік адам кеп еліқи. Hesapda 3 ay balla repetisiyan bir usulluq teatrını mən 5 gündə ügünüb, şu səhnik çıxıb, rejissorlar məndə razı olduq, halətdə tamaşaçılar bilan yüzləşdirəlgəndigimdən, elə mənə bək xoşub ayacanıb, Appayğamız və Appaysını acayip tərbiyələbdik. Fukam, Appayğa sən rəhmətlə də bir mən neçə gündən beri muş ayaca ilk etdim ustazım. Şu bugün miyədim Appayla gibi çıxdım, ziyaret oldu. Mən teximi jürgümdeki gəpləndib, teximi ayacanıb sözləb ketken yerlerim şu. Siz degen usulluq teatr degen bu resim şoğu deyme. Atlas hakkında rivayet mi? Atlas hakkında rivayet. Onu deyken, bu üç qernişimiz kimler? Mening hozirgi sol tarafimdagi Filora. Bugün keldi eli chiqdi sahnaga. Do'stingizlar. Mening ikkinchi singlimning rolini oldi. Mau o'ng tarafdagisi Madina bizning idoraga bu qizmi yangi kelgan. Qiz bu qiz kichik singlimning rolini oldi. Men adisi. Bu mu shunodagi bir parcha rasm shunaqmi? Keyingi rasm. Demek bu şu resimler. Bu jarayon muhabbet hikayelerimiz bo'ldi ekanda, achimcha. Asli bunda ekanda. Keyingi rasm. Mana bir aylik ishlari. Bu yigitingizning rolida chiqqan kim bu? Bizning idoraga Elshadmi? Elshad kelgan. Elshad bu bek yaxshi usulchi. Mushqatim asosli rolda bo'ldi. Mening o'g'lim. Keyingi rasm. Vay, qiyliqlar isbak yuqori hareketlar. Harakat beklab chiqdi. Nima degan chiroyli. Keyingi rasm. Bu bir kinoning rasmi. Demek ki bu resim çıkan çağda Mahira'nın kinoçuluk hayatıga ekran hayatıga. Bu qaysi kino? Bu müştü aldınqı işleyen Kulun Teğidiki Akufkula degan kino. Aldınqı ay Aldınqı ay. Demek aynı bir kino. Yeni bir kino. Pat artık yerdaşlarımızdan. Kiler yeli 5. ayda sizlerle yüz görüşmüş. Bu 2008 Bu degan narsa. Bu 2015 yil ishlagan Tumshuq deb bir kino. Tumshuq degan bir kino. Yaqinni qo'ygan tehi. Shundan tatvaga rasm. Merkezi Televizya Stansiyasining 6-cı yurish qanunluq qo'yilgan film ekan. Xo'sh, bu qaysi kichilik? Nima degan chiroyli kiyimlarning yarashqini. Bu usul uchun tug'ilgandeklarmi? Chiqib qo'ygan. Chiqib qo'ygan ekan. Qumul qizlarning bir xil obrazda ekan. Qani keyingi rasm. Bu Nisaxon filmi. Nisaxon filmida chin usul o'ynab chiqqan. Bek chiroyli Bek qarama. chiroyli chiqibdi. Keyingi rasm. Bu Dunxon usulimi yoki nima? Bu meningki musobaqalar, nurg'un musobaqalar qatnashib natija olgan Qumliq guli degan usulim. Aqqu. Bu usulni men ko'rgan bu qozoqcha usul. Shunaqa undan bu usul bilan bir katta mukofotga erishgan bir. Bu mening tunji o'ynagan yog'iz kichik usulim ham eng jiq mukofotga erishgan usul. Xolibeyning shumi emasmi bu? Xilxobeyniki. Nilufar Lonqisi usul musobaqasida shuning bilan katta bir sharafga erishgan. Keyingi rasm. Bu endi bu oldingi Appayın ustazım Xalchamsliq Appay öz oynagan Dolan Sanmi degan usulni 2015 yil Appay bir kechilik qildi. Shu kechilikda menga o'rgatdi, men o'ynadim. Appayning simasi. Bo'ldi, keyingi rasm. Mana. Ustazım. Ustazimiz. Bir chavakchilik aytaylik ham shada. Xalchamsliq Appay. Mana rasm. Biz mendaymi Sirdoshlar klubi deganim shuning ustiga bassaq bo'lamdik deyman. Texnik badiiy chiqdi qolguchi. Qani keyingi rasm. Bu mayilqiliqi usul bayram bo'ldi. 2 yilda birmi, 3 yilda bir. Xalqaro usul bayrami. Shuningda o'ynalgan qozoqcha go'zal qiz degan usul. Shuningdagi ko'rinishlar. Keyingi rasm. Abdukerim kam haqiqatan hammamiz yaxshi ko'rgan bir san'atkor. Mayilqi oldinqa ishlagan film emasmi? Buningki rejissyori Abdukerim kam. Bu Ümit bilan birlikda chog'anliq san'atchilikda
oynagan usul şunaq men bilaman qaranglar. Ümit ubul bolsa bizniki markaziy harbiy öməkniki qo'lliq usulchi. Ümitmi Mayiraga o'xshash diyorimizning usul ishlaridan ait ko'p natijalarni yaratgan ham sahnadan ait qamlashgan sahnadagi bir juftlar. Bular nurg'ulgan katta asarlarni birlikda ro'yobga chiqargan. Bu mana abayqa savaqçım Şirali bilan bu usul Tajikcha usul. Tajikcha Gulbitada Tilmanqadir. Tilmanqam ishlagan usul. Shu apaydan qalsa Tilmanqam shu usulni menga o'rgatdi. Buningda kollektiv usul bu, ammo o'ttirni shu. Bu usulni lekin Beijingga olib borib o'ynagan qo'dayman agar men xatolashmasam. Millatlar usul ko'rigi. Shundoq to'g'ri. Men usulni juda yaxshi tushunaman, shu qaranglar. Bu bizningki Filorada ko'rdimku. Filora Nilufar. Ha, bu Nuraziz bizning idoraning yaxshi usulchilari. Buldu biz yuqorida Mayiraninki rasmlarini ko'rib, hayot albomini varaqladik. Bek hayajonga chumdiq. Har bir suratda ifodalangan mazmun faqat Mayiraning hayoti bo'lib qolmasdan, yana Mayiraninki sharafli qadamlari xotirlangan, nusratlik vaqtlari sizilgan, aslangan intayin bir ahamiyatli ko'rinishlar ekan. Mayiramda hozir mening bir savolni so'rag'im kelyapti. Yana biz söhbetimizni ilgirki dastlabki bayonlarimizni qaytarsak, shu vaqtda Xalcham apay kunlarning birida o'sha ziyoratlarni qabul qilgan chaqda kundalik xotirangizni ilvog'inimni so'zlab bering. Ham shu vaqtda siz mening nimishqa shunchalar mas'uliyatchan bo'lganligimni tushunasiz. Sizmi bir ana bo'lgan chaqda, sizmi bir cho'lpon bo'lgan vaqtingizda mening shu tuyg'ularimga yetalaysiz debdiki. Endi hozir sizdan so'rab boqim kelyapti. Siz rost Xalcham apay degandek hozir shuni to'liq his qila oldingizmi? His qildim. Rost haqiqatan his qildim. Ana undan sirt shu appayim o'ylaydiki, bizning masalan usulchilik sohasida bizdan keyin yana nurg'un biz avlodlarni o'zimizga o'xshash yaxshi usulchilarni uzilib qolmasin, yana tarbiyalashimiz kerak deb, masalan o'zining usulini o'ynab bir umr sahna o'tib ketgan bo'lsa o'tib ketayki. Shu vaqtlarda toz julanib o'ynayotgan vaqtida 40 yosh deganmi toz artist deganning tozi pishib yetilib qotgan vaqtlarda bütün ishini tashlab qo'yib bolalarni tarbiyalash bilan bo'lib ketibdi. Shuning uchun hozir uch qara tarbiyalagan bolalar hammamiz har tarafda, hamma jihatda xilalik o'zimizning kasbida yaxshi o'rinlarda turyapmiz. Appayimiz shu o'zining o'ylig'ini va bizga shu vaqtlarda shunday yaxshilikni tarbiyalanib qilib, bizga ashunchalik talabchan bo'lganini men hozir tushundim. Lekin appay usul mening hayotim. Men usul uchun tug'ilganman. Mening hayotimda usuldan boshqa narsa men uchun nol. Men usuldan boshqa narsani men hayotimda birinchi o'rin qo'ymayman. Men usul uchun tug'ilgan deydi. Men hozir bag'an siri shu appayimning ash gaplarining tegiga yetib, men o'zimni hozir ashna o'ylaydigan qoldim-da. Nurg'adam deydi, "Sen apang usul uchun ham tug'ibdi-ku" deydi, balkim sharoitim qarab u bu. Menchi men sharoitimni birinchi o'rin qo'ymayman. Men ishchimdan yaxshi ko'raman haqiqatan. Ustozim qancha yaxshi ko'rmasa, men yaxshi ko'raman. Shu appayning shu vaqtdagi gaplarining tegiga yetdim. Talabchanligining ham men ustozimga o'xshash hozir usulni birinchi o'rin qo'ygudek holatga yetdim. Bizim bu programımızdaki yana bir basqıç var, o basımı özününki eng yakın qarindoshlarni sahnadagi taklif etib, ular bilan birlikda turli faoliyatlarni, o'yinlarni tamomlash basqıchi. Mushu basqıchimizga ham kelib qoldik deyman, ha? Shunaqa. Bo'ldi, unda bo'lsa, sizning do'st yaradlaringiz bordu, ha? Ha, bugun men Kasbni qilib hadab hammasi bilan dushman bo'lib ketdimmi, qarag'ingiz. Hech kim bilan aralashmayapman. Hech kim bilan aralashmayapman. Qo'y to'kingni bormayman. O'makda o'zim shunday yaxshi o'tadigan amroq ikki singlimni chaqadim. Biri bizning hozirgi, masalan bizdan keyin yana yosh usulchilar chiqyapti-ku. Bizning o'makda hozir asosli qilib ishlayotgan Filora. Filora qani, sahnamizga marhamat. Yana bir singlim bo'lsa, Beijing usul institutining usul rejissyorlik fakultetini bitirib, hozir o'makda shu usullarni ishlab yur. Bu qizimiz marhaba qarshilamiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Yaxshimisizlar? Qani. Endi biz Mayirani sinaydigan bosqichimizga yetib keldik. Biz Mayirani bundaqla maqtab xo'sh deb tugitib programmamiz faqat qizimaydi. Bu Sirdoshlar klubi programmasida yana bizniki san'atkorlarimizga ancha-muncha talablarimiz bor, o'rnimiz bejondillik bilan mushunaq maydonda o'rnimiz bo'lmaydi-da. Shuningdek biz endi Mayiraniki texnologiyalik alohidligini sinaydigan bosqichga keldik. Xohlamsizlar? Tayyorligingiz bormi yo'qmi Mayira? Bu yerda siz eng qisqa vaqt ichida o'pkani qonsertib, o'pka yesib qo'yish, undan boshqa 1 minut ichida ximir jug'urib, 3 minut ichida lag'manga tayyorlik qilish, 3 minut atrofida tarbiyalarni yuvib, 6 minut ichida barliq gilamlarni qiqib bo'lish vazifasini ado qilasiz. Tayyorligingiz bormi? Yo'q.
Ras. Onun iki men partaşlaş müsabakası var. Onun degan boso qurish kimdan Ya bososi? men perni mesela çöklep durup taşlaş. Peqirab Sekrep durup taşlaş. To'g'ri. Aqchlab tashlash. Bunun Egilip durup taşlaş. pis ag'ishib turib tashlash. Qatorliq har xil tashlash usullarida o'zingizning eng yaxshi mahoratingizni bayon qilish kerak. Chaqchaq. Bizniki orqa saf xizmatchilarimiz, rejissyorlarimiz siz uchun maxsus bir qancha musiqalarni tayyorladik. Biz endi sizniki shu eng tez suratda musiqaga moslashtirib, usul o'ynash mahoratingizni sinaymiz. Tayyorligingiz bitgan bo'lsa, qani musiqa qo'yilsin. 2 3 2 1 Oo, çavak. Çavak, 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 çavak. Ha. Mana. Tajikchaga fayzi bor. Çavak, çavak, çavak.家门前一枝花，啊，每天我都看到它。我家门前一枝花，啊，每天我都看到它。它见别人笑开花，啊，它见到我不说话，啊，它见别人笑开花，啊，它见到我不说话。葡萄藤下来，啊，情人埋在地里来。情人葡萄藤下来，啊，情人埋在地里来。太阳不去西边来，啊，月亮不会爬上来。啊，太阳不去西边来，啊，月亮不会爬上来。名字格赛的，啊，我在梦里见过你。你的名字格赛的，啊，我在梦里见过你。我深深的爱上你，啊，我也真的需要你。啊，我深深的爱上你，啊，我也真的需要你。如果你对我说不，啊，我的心里真的苦。
树下的晨露，啊，是我对你的祝福。啊，桃子树下的晨露，啊，是我对你的祝福。 Bu programmani Rengareng dunyoning haqiqiy ko'zi bo'lgan Ko'znak app detali alohida qo'llagan. Sağlam tan sap aql. Millanoni hammamizning ishimiz keladi. Mayli nadili bo'lay boshqalar menga havas bilan qarashidi. Buning sirini bilamsiz? Xallarimni ishlatsangiz hammani tushunasiz. Xallarim gulmiyi aqartish malhami sizga nuqsonsiz go'zallik ato qiladi. Sizni xushbiroq olamiga boshlab, go'zallik tuyg'usi baxsh etguvchi xallarim atri sopini bilan yumran teringizni haqiqiy asrug'uchi xallarim gulmiyi yuz yush malhami. Azizlarimga xallarimni tavsiya qilaman. Go'zalligimning parvishkori xallarim. Razı məndə külər yüreklə, xuş içilğanğunç çiçəklə, nazlıq söygü vısal arzusu, qalblərdə milyon tiləklə, aypəri, məliki gülgün sənəmlə, bərdəm nəvquran jigit erkəklə, mehirlik qalblə, illıq ailə, razı məndə güzel xatirələ. Razı məndə yeni yıllıq kat fəaliyyət başlandı. Fəaliyyət vaxtı 12-ci ayının 1-ci gündən 1-ci ayının 31-ci günü güç boludu. Qimmetlik fürsətini qoldan berib etmən. Sürətlik kartina və rengareng hayat qədəmləri, muhabbət və güzellik olsa, razı mən toy girim, toy sürətçiliki. Vay, Yasinchika, bu qulungizdagi ilqi Yasinjon yurishlik ochiqsini o'xshamanda. Shundoq inim. Bek tamlichma. Bu mahsulotga o'zimning ismini marka qilib qo'ydim. Samsaq zanjivil ochiq su ekanda. Menmi bir parcha sholay. Keyinchi talabazir ishib qolsam, mush rasmni chaplayman. Qaras Yasinchika, siz mush mahsulotingizga obraz eltib bo'lgan yerda, asas sizni totish kerak-ku, mush ortiqcha. Sizni totishingiz to'ta. Yasinjon yurishlik ochiqsilari. Biz har kuni uchimizning ravon, badanimizning zilva bo'lishini o'ylaymiz. Nurg'un chorlarni ishiltib baqdik, ammo avu taroza rahimsiz sonlarni ko'rsatmoqda. Harakat va parhezdan sirt boshqa amal topolmadik. Tafakkurimizni yanglab baqsaq bo'lmandi. Bibi lalaning yangi turi uzlala meva ko'ktat enzimi sizga sovg'a qilindi. Tabiiylik tabiatimizga yaqin bo'lsin. Tabiiy meva ko'ktat enzimi bilan badandagi va qalbdagi to'salg'ularni barbod qilaylik. Uzlala meva ko'ktat enzimi. Qarindoshlar, biz hozir programmamizning yuqori degandek o'yin o'ynash bosqichiga yetib keldik bugun. Men xush oldim. Ishqa degan chaqda Mayraga agishib, shu Armanat usullarni. Yo'q, Güldek ishga singlimizmi bu sababga qo'shilgan uningga agishgan bizning ko'rmanlarimizdan 3 nafar qarindishimiz, bizning naqmaydondagi 3 nafar mehmonimizmi bizning sepimizga qo'shildi. Endi biz yurakli holda o'yinlarimizni boshlab olsak bo'lgan bo'ldi. Bo'ldi, mana hamsa o'yindagi guruhlarga ayrilib oldik. Undan bo'lsa, men tarafdagilar bo'lsa, Parvoz guruhi. Men bek parvoz qilmayman, hozir sepimlarga. Sen tarafdagilar bo'lsa, Sirdosh bizda ko't o'g'andek kelsa. Men de ko't-ko'tchi hadi. Sirdoshlar guruhi. Mayra bo'lsa bizga usul harakatlarni ko'rsatdi. Biz Mayrani to'rab o'rinlaymiz. Qaysi guruhdagilarning o'rinlashi eng yaxshi bo'lsa, shu guruhga yangan bo'ladi. Buning natijasi Mayra o'zi chiqirdi Ha, Mayra chiqirdi. Bek Mayra chiqirdi degan yerda qo'l tuqib o'tgan qapolmay. Qo'lida tutib olib matiyasni. Kirish barmoqlarni kirishtirib. Undasi bu usulchi qizlar meni ishga umoqsinglim ikki taraf birdamligini oldimi? Ha, shu. Mayli, qancha odam jiq o'rganilsa shu insof. Men bu guruhlarga usulchilar qatardim men bor. Siz tezgunsiz ada. Men bek tezgun ketman. Sizlarniki aslida eg'irlik ko'tarish guruhi bo'lgan bo'lsa, hozir bu yaxshi bo'ladi-chu. Yegan ishkandaklar jiqib qoldi. So'q sandal guruhi qilamizlar ya. Boshlandik amsa. Oldidan bir guruhdan kelaylik. Goho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Goho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Tunlari yoningizda qololmasam, arazingiz ochilmaydi, nechun ekan. Bedor bo'lib yoningizda qololmasam,
Endi Flora oynab baxsın ha, Mayranınki ögətkini boyunca. Ha. Ha, muzika Başlansın. qoyulsun. Cev oyuna kesse hazır ha. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Yoningizda ololmasam, Hemen olsa. İsim. Ak giyimlik dostumuzla oynadığını gör bakayım. Ay kulağımı muşta oynamda. Zulfikar ne oynadığını gördünüz. Zulfikar oynadı yapayım. Zulfikar kızı Ha, öğrendi ya. muzika Başlansın. qoyulsun. Ha. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Yoningizda ololmasam, arazingiz ochilmaydi, nechun? Ha, mana o'ziga aylandı diye qasdı yaratdı. Kastı bak ya. Qasdı var. Öyle oynayamayan adamı kastık çıkar. Hay. Kaçan bizge kaçan o kastık olmayı kalır. En oyun bir hazır. Bizim Kayıl Moğallığı'nın Nicat'ın grupusu ki Ekber Kulkum'dan tüvekilip kastık varken kastık varken. Özünün kayısı Yok grupusu al. deveşken. Yok Allah. Yok ayımız. Gözümde Otkal Kulkum'dan yında bir sıvakıraydı. Nicat mı gitsem aldım. Gözümde yok al. Muş dostumuz bir özeldi oynayıp baksın. Muş dostumuz bir özeldi oynayıp baksın. Kene? Evet. Ha? İsiniz İsiniz de bağırda bağırda oynadık. İsiniz de bağırda oynasınız buldu. Muzika qo'yilsin. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Kunlari yoningizda ololmasam. Ay, Kastı bak ya. Qasliq degan mana shu. Anglotsin. Ay, birisi kim qoldi? Bizning gruppadan birisi qoldi-ku. Mao. Mana Ben oynasam bek oynayayım. Mana bek oynaydiq keldi. Biz eng muhim oltinni eng oxiriga qo'yib qo'ydik. Tushunirkan, bedor bo'lib yoningizda qololmasam, arazingiz ochilmaydi. Mana Sunbul sochingiz silasam-da, kulib ko'z yoshingiz elasam-da, sunbul misol sochingizni silasam, buni qasd yaratdi. yoshingiz elasam-da, Parvoz gruppusi emas, xaslik gruppusi desak bo'ladi. Ha, bizning Sizlar oynab qolgan ikki silishtirib Ha, undan so'ng ikkinchi guruh o'ynab baxsin, andin ikki guruhdan Hani silishtirib ikinci grubuga ayrım yana bir naqsh tayyorlansin ha. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Kunlari yoningizda qololmasam, Necat'ın en yaxshi hareketi ben bireyman. Necat'ın en yaxshi hareketi yak. Ay şirketin bekçiler. Ha, Allah olsun yani bir oynap baksın ha, Mayra öz gözü bilen körsün. arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Gaho sizni ko'nglingizni ololmasam, arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Kunlari yoningizda qololmasam, arazingiz ochilmaydi, nechunirkan, bedor bo'lib. Endi ikkinchi bir Roshengul o'ynasinmi? Ha, Roshengul o'ynaydigan bo'ldi. Elasam-da, sunbul misol sochingizni silasam-da, kulib ko'z yoshingiz elasam-da, ey bir umr baxtingiz tilasam-da, ey arazingiz ochilmaydi, arazingiz. Bir umr baxtingiz tilasam-da, ey arazingiz ochilmaydi, nechun erkam? Ha, mana xosliq degan mana. Bunda o'ynaydi. Uchinchisi kim o'ynaydi? Mana bu singlimiz o'ynasın. Hasrat to'la yuragim ezib, bog'imda gullar termay nechun kezib. Hasrat to'la yuragimni ezib, ey bog'imda gullar termay nechun kezib. Sizni desam jon mendan bezib. Ay, yaxshi o'yin olsun ekan. Eng oxirida usul peshvoyimiz. Mana. Hijron to'laydi yuragimni, ishqingiz tilkalaydi ko'ragimni.
hicranat tırtıqlaydı yüreğimni ishqingiz tilkalaydi kuragimni sizga bormi o'zi keragimni arazingiz ochilmaydi arazingiz bormi sizga o'zi mani keragimni Ay, xasıq. Bununla çoxum baş usulü deb ayrı bilsin diyor. Ya Bu demiş şişkergen. kalsa, bu da bana taş usul oynap koptu. Taş usullarını oynap koptu. Ben de mina icat ettim de. Ben bu şey mümkün bu Süleyman Ustaz bilen birleşip, bir baş usulunu bir Baş oyap usul çıkaraydık oynap. gideyim. Toxtamay kalacak kaydı kanca. Rahmet. Demek hem de tabii lan bizden grubumuz hazır çempiyonluk yarıştı. Şuna mı kıyam başladı? Başta buldu. Taң. Ya azrak bahalap çıma sen bundan. Ne üçün desa, Özbek usulü. xaslıqını saqlab turib o'ynaganlarmı taڭdı taң boldunglarçı. Ha. Ondan doğrab ras meni Ölçemlik. Muvaffaq ölçemlik Doğragan. doğraganlarmı sani Tam op kaldı. 3. Oturvasla. Bura. Ay, şunu kopudu. Hakimlikte. Ay, şunu kopardı. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Hem de Hadi sıradan bakalım, başladı. Hem de sıradan başladı hocama. Zaten kata oynamazsak. Ayakçı. 2 1 2 1 2 3 Tüt! 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 Ay, Ay, emni grup almazsın kana. Ha, Almış bulundu. koydaydı ya. Endi Pervaz grupsidagi o'yin o'ynaydi. Dadini ma u Sirdoshlar grupsidagilar tadidda. Diqqat. Tut. 3 3 Mana mayaqni. Ay, Xo'p, kitatdik. O'tirgan. Ügetiniz bek ügetidi daga. Ay, bir-birisini o'qitadiganlar. Sizler telefonu olanı doğrulap beni sağla. Hiç kim öğretemeye ötep gidek. Tebessümlerden başlandı ha. Tut. 3 Ha. 3 3 Yana bir oynaydı ya. Ondan sonra yana yeni baştan başlaydı. Mayra'dan başlandı. Tut. Uy, neymiş koptu. Günep kapken diyen bir nakşibati. Ha, otur ola. Ha. Tut. Ay oldu. O oyun ahırlansın. Zulkar'dan çık dayak yap gidek. Ya Zulkar'ımı da kakayamadı da dayak. Zulkar hazır kopmuş kılıma sonra. Onu dedim bu umak hareketleri bile en yakış görüşünüz kını yardıdı kapalı ya. Bu oyun hayat okşaş, hayatı mürekkep. Açıqımı, tatlığımı var bir oyunken ha. Zulkar bek umak kop bədi. Rast qalsam, ben Nurgul görmələrimiz bu Zulkar'la kop kanını bek yakış görgen buluşum mümkün. Onun için ben xiyali ben tayaqlı özümü yerim. Kanda kopsam da bu Kopsam mı, kopsam mı okşaş. Ne bu? Sağlam tan sap aql. Bizlarni hammamizning chiqmas keladi. Bugün toy xatir günümüzge san nima so'qilay? Qasımcan, aldirash nagmandingiz. Xotimi so'g'ilay deb dukanga mangan. Yasinjon kichimiye? Bu maylarni yenidan ishlab bozorga solgan düzenning ismini marka qilib qo'ydim. Nayt yaxshi qilibsiz. Mana men xotimga so'qilay. Voy, Qasımcan. Mushima so'g'ingiz? Ey, o'zing miyim tugabdi deganding. Hay, yuzga ishlatadigan may dedim men. Voy, o'xshash. Ani sirtdan ishlatganinglar mani ishimda ishilsa, o'xshash. Menga bo'ldi. Yasinjon yurik tumaylari. Razı məndə külər yüreklər, kuş içilgan ğunç çiçeklər, nazlıq söygü vısal arzusu, qalblərdə milyon tiləklər. Aypəri, Maliki Gülgün sənəmlər, bərdəm nevquran jigit erkeklər, mehirlik qalblər, illaq ailə, razı məndə güzel xatirələr. Razı məndə yeni yıllıq kat fəaliyyət başlandı. Fəaliyyət vaxtı 12-ci ayının 1-ci gündən 1-ci ayının 31-ci günü güç boludu. Qimmetlik fürsətini qoldan berib etmən. Sürətlik kartina və rəngarəng hayat qədəmləri, muhabbət və güzellik olsa, razı mən toy girim toy sürətçiliki.
Biz programımızın en ahırkı minutlarda özünki yoshliqlar emas balki barcha hayotini san'atga tasadduq qilgan, san'at orqali xo'shal bo'lib, san'at orqali gullayotgan shundoqlar qarindoshlarimizga xo'shallik baxsh etayotgan barliq tövbkor ustozlarga yana bir qatam oliy ehtiromimizni yo'llaymiz. Ularniki tenining salomat bo'lishini, to'g'ri ichida uzun umrlarni ko'rishini umid qilamiz. Jumladan mana bugungi programmamiz orqali qarindishimiz Mayraniki tövbkor yetakchisi Xalcham Sidiq opayga yana bir qatam oliy ehtiromimizni yo'llaymiz. Ifodadagi barcha aziz ko'rmalar unda bo'lsa, bizning keyingi son sirdoshlar klubi programmamizga yana kimlar qatnashadigandir, yana qanday qiziqarli o'yinlar, ko'ngilli suhbatlar mana shu maydonda yuz beradigandir, balkim buni bilishga intayin qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Unda bo'lsa, bizning har son programmamizni dal vaqtida ko'rishni unutib qolmaysizlar. Agarda ko'rishni unutib qolsanglar qanday qilamiz? Albatta bizning Okean televiziyasining kanalim, teatrim kanallarida huzurimizda bo'ladi. Agarda unini ko'ramay qolsaqchi? Undan boshqa yana telefonimizga ko'znak aptitalni tushirilish orqali har vaqt, har zaman, Her joyda bemalol ko'ralaymiz. Mening cho'g'an chog'da bizning bugungi programmamizni nihoyat olqishlab ko'rgan bizning ko'rmanlarimizni boshqa nurg'ulg'an qarindoshlarimizga, ya'ni korxonchilarimizga, bizningki do'stlarimizga rahmatimiz bor. Ular bo'lsa bizning chiroyli obrazimizni loyihalagan Roziman To'ygirim to'y suratchiligi alayda rahmatimizni bildiramiz. Undan boshqa qiz riyosatchilarining zibuzunatlarini ta'minlagan Rahila zibuzunatlariga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Shundaq yana qiz riyosatchilarimizning sahnada mana shundaq jazbador go'zal turish uchun alohida kuchini chiqargan Guangzhou fazilat kiyimlariga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Surishtirib aytgancha bizning minnatdor bo'lgan kishilarimiz intayin ko'p. Chunki xaridoring bo'lmasa zibolig'ing na kerak deb bizni qo'llayotgan, bizga olqish madadlarini yangirtayotgan, san'at va san'atkorning hurmatini qilayotgan mana shunday karmilat ko'rmanlarimiz, qo'llag'uvchilarimiz bo'lganligi uchun biz har vaqt ro'yimiz ustun holda programmamizda qayta ko'rinishlarga ilyapmiz. Yangi mazmunlarni do'stlarga sunyapmiz. Eng oxirgi minutlarimizda yana bir qatam qo'limizni ko'ksimizga qo'yib turib, qarindishimiz Mayraga rahmat aytamiz. Shundaqla Mayraniki buningdan keyingi qadamlarining texmi nusratlik, ishlarining xayrlik, turmushining baxtiyor, kasbiy hayotining yanada nuroniy bo'lishiga shirkimizning cho'nqur yerlaridan tilakdoshlik bildiramiz. Mayra texmi ko'klam. Buldu, ifodada ko'rmalar unda bo'lsa keyingi son sirdoshlar klubi programmamizni ko'rishni unutib qolmaylik. Ko'rishgacha omon bo'laylik. Bizning shuarimiz Ko'ngillarning arabi sirdoshlar